Assalomu alaykum hurmatli Impuls kanal kuzatuvchilari. Bugungi videomizda Impuls brendi tomonidan MMA4 svarka apparatimizni obzorini ko'rsatamiz. Bu svarka apparatimiz ichidan o'zini держак massasi, pasporti, shitogi, yelkaga osib yuradigan remeni va ko'tarib yuradigan ruchkasi chiqadi. Bu apparatimizda ikki xil regirovka mavjud bo'lib, birinchisi Arc Force, ikkinchisi amperi baland pastligi. Arc Force funksiyasi dugani o'chib qolmasligini nazorat qiluvchi funksiya. Bu apparatimizda professional ishlarga mo'ljallangan bo'lib, 220 voltda ishlaydi. Apparat MOSFET texnologiyasi bo'yicha yig'ilgan, ichki platasi 3 etajli, kondensatorlar soni 8 ta, tranzistorlar soni 12 ta. Barcha platalar himoya laki bilan qoplangan. Hozir videoda bu apparatimizning qanaqa ishlashini sizlarga ko'rsatib beramiz.